Qur'oni Karimda bir oyat bor. Agar shu oyatni o'qiyotgan vaqtingizda xayolingizda ham shuni aytsangiz yetadi. O'rgataymi? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Bir kunda necha marta aytasiz shuni? Ey Alloh, bizni to'g'ri yo'lga boshla. Adashtirib qo'yma. Sen adashganlarga g'azab qilgan eding. Ularni to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan edilar. Ularni yo'liga solib qo'yma bizlarni. To'g'ri yo'lga boshla. Mana shu gapni aytayotganingizda xayolingizdan ham o'tkazing. Adashib qolmaysiz. Alloh taolo atayin tushirgan shu oyatni. Shuni bandam aytsa, men uni to'g'ri yo'lda mustahkam qilaman. Ya an yudabbirallohu ar-rajulu waladahu khayrun min an yatasaddaqa bi sa'. Qaysi bir odam farzandiga yaxshi tarbiya bersa, farzandi yaxshi odam bo'lib yetishsa, butun umr otasiga savob borib turadi. Xuddi sadaqa joriyaga o'xshaydi. Xuddi ko'prik qurganga o'xshaydi. Xuddi bug'doy ehson qilganga o'xshaydi. Rasululloh aytgan ekanlar: Akrimu avladakum va ahsinu adabahum. Ey odamlar, bolalaringni hurmat qilinglar. Bolalarni hurmat qilinglar. Ularning odobini go'zal qilinglar. Men juda ko'p odamda ko'raman, shunaqa haqorat qiladi bolasini. 2 yashar, 3 yashar bolani tushkunlikka tushirib qo'yadi. Bir harakat, sal bir sho'xlik qilsa, shu shopaloq bilan soladi. Odam bo'lmaysan sen deydi. Bu boladan nima umid qilsa bo'ladi? Rasululloh aytadilar, bolalarni hurmat qilinglar. Ularning odobini chiroyli qilinglar. Bolani agar 1 yashar bolani, 2 yashar bolani hurmat qilsangiz, sen katta bola bo'lib qolding, sen yaxshi odamsan, mana bu ishni qilsang senga yarashmaydi. Ha? Bu bola zo'r bola bo'ladi. Ursangiz sen odam bo'lmaysan desangiz hech narsa bo'lmas ekan. Bolalarni hurmat qilsa, e'zozlasa, bu bola taltayib qoladi-ku. Hadisda davomini ko'ring-da. Odobini chiroyli qilinglar. U bola shunday bo'ladiki, hech narsa qilmasdan 2 ta narsaga termulib tursa savob bo'lar ekan. Hech narsa qilish shart emas ekan. Masjidul Haromga borganingizda o'rtasida Ka'ba-i muazzama bor, to'rtburchak bino bor. Allohning uyi deydi buni. Allohning uyiga shunday qarab tursa savob bo'lar ekan. Ibodat yozilaverar ekan. Va otasini yuziga qarab tursa ibodat yozilar ekan. Unga qovoq solib, unga gap qaytarib, uni so'kib, uni betini ko'kartirishni qo'ying endi. Bu narsani bolangiz qachon oladi? Qachonki Allohni tanisa. Yoshligidan tanishtirib qo'ying. Yoshligidan buni bizga Alloh beryapti deb ayting.